Sizlarga ham tegaman, videoni ko'ring aka. Bile. Bo'ldi, bu nima? Bu videoni Malibu bari borlar va Malibu bari qo'ymoqchi bo'lgan odamingizga tez jo'natib qo'yasiz. Bitta like bosasiz. Men sizga bu narsa nimaligini tushuntirib beraman. To'xtang. Like ga videoni ko'r bo'lib bosasiz, agar yoqsa bitta like sizdan. Shu ko'rib turganinglar Malibu bar qo'ygan paytda motorchi hisoblanadi. Ko'pchilik barni oladida eng arzon motorchini qo'yadi. Asli muammo nimadaligini videoda tushuntirib beramiz. Ko'rib turganinglar Malibu motorchi. Ruchnoy tortganda tortib turadigan motorchi bo'ladi. Bu motorchi nimaga xavfli? Chunki ko'pchilik motorchini eng arzonini qo'yadi va ichi plastmassaligini qo'yadi. Ko'rib turganingizda shesteronka plastmassa. Xatabi ichi temirligini qo'yishinglarni maslahat beramiz. Sababi mashinani tortib turadigan, iloji bo'lsa osib qo'yadigan narsa shu hisoblanadi. Xudo ko'rsatmasin, plastmassa shesteronka aylanib ketsa, mashina spustga tushib ketadi. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Bar motorchini rost egasimi, mana manba bo'ladi. 5 tonna mashinani osib qo'ysanglar ko'taradi. Lekin bu narsa qimmat bo'lganligi uchun, odamlar cho'nchak ko'tarmaganligi uchun biza mashina yaxshi versiyasini olib kelib qo'yganmiz. Motorchi o'tganda juda ham ehtiyot bo'ling. Sifatligini olishga harakat qiling. Bu siz uchun ham, sizning xavfsizligingiz uchun ham juda muhim. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, Malibu bar qo'yganlarga jo'natib qo'yinglar.